Navbatdagi bemorimizda 15 yoshli bemorda ginekamastiya amalga oshirildi. Bu bizda исключительный holat, ya'ni bemorlarda o'zi odatda 18 yoshdan keyin ginekomastiyani bartaraf qilish uchun operatsiyalar amalga oshiramiz. Chunki bemorlarda 18 yoshgacha gormonal o'zgarishlar bo'lishi mumkin va ko'krak bezlari ba'zan kattalashadi va yosh bolalarda kattalashgandan keyin 18 yoshgacha bu narsa gormonal disbalans ketgandan keyin, joyiga tushgandan keyin gormonlar muvozanati o'z me'yoriga qaytadi ko'kraklar. Lekin bu narsani ba'zi holatlarda исключение qilamiz, ba'zi bemorlarda. Ya'ni navbatdagi bemorim 15 yoshda bemor keldi, ota-onasi bilan birga keldi va ko'rganimda bemorda juda ham katta holatda ginekamastiya aniqlandi. Ginekamastiyani bemor juda ham psixikasiga katta ta'sir qilayotganligini bemorning o'zi ham, ota-onasi ham aytib o'tdi va bemor shuni tasdiqladiki, o'rtoqlari bilan ko'rishib, o'rtoqlari bilan birga cho'mila olmasligini, hatto uyda kiyim tanlashda, kiyim kiyishda muammolar bo'layotganini aytib o'tdi va ota-onasi ham bu narsani tasdiqladi. Ota-onasining aytishi bo'yicha kiyinish vaqtida o'g'il bola, 15 yoshli o'g'il bola berkinib kiyinayotganini va bu narsa psixo-emotsional o'zgarishlar chaqirayotganini aytib o'tdi. Va bemorga, ota-onasiga men 3 yil kutib, 18 yoshdan keyin operatsiya qilishni tavsiya qildim, lekin bemorimiz va ota-onasi tomonidan bu narsa kutishga juda ham qiyinligi, ya'ni 3 yil ular uchun juda ham uzoq periodligi va oiladagi va bemor o'zini psixo-emotsional holatdagi muammolar juda ham kuchliligini aytib o'tdi va men rozi bo'ldim operatsiya qilishga va ginekomastiyani bartaraf qilishga. Hamda bemorimizni operatsiyaga oldik va operatsiyani muvaffaqiyatli tugatdik. Bemorda aralash formadagi ginekamastiya rivojlanganda, ya'ni ham ko'krak bezlari ikki tomonlama kattalashganda, ham ortiqcha yog' to'qimasi ko'krak bezlari atrofida to'planganda bemorda liposaksiya qildik vizer apparati yordamida. Ortiqcha yog' to'qimasini oldik va yog' to'qimasi olingandan keyin albatta ko'krak bezlarini ham oldik va o'ylaymizki bemorimiz natijadan xursand bo'ladi. Bunaqa holatlar odatda bemorni biz psixo-emotsional holatini hisobga olgan holatda operatsiyalarni amalga oshiramiz va aniq bitta 18 yoshdan keyin deyildimi, bo'ldi 18 yoshdan keyin qilinadigan holat emas, chunki hammaga ma'lumki tibbiyot bu noaniq soha hisoblanadi, ya'ni aniq hammaga bu narsani bitta protokol bo'yicha tatbiq qilish to'g'ri kelmaydi. Kuzatishda davom etinglar. Agar savolinglar bo'lsa, yo'llashda davom etsanglar, biz albatta sizlarga qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni berib boramiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.